Yonda farzandinglar ko'rib qolsa, aniq hozir uylarda janjal boshlanadi. Tayyor turinglar. Sababi bu krossovkalarimiz yonayotgani uchun emas, aynan tagida o'zini g'ildiragi bo'lgani uchun. Aynan bahor mavsumi, yaqin bahor mavsumida bolajonlar bilan sayrga chiqinglar desak, mana shu krossovkalarimiz kerak bo'ladi. Rulikka alohida, krossovkaga alohida pul sarflamaysizlar-da. Shunaqa g'ildirlar o'zi bilan bo'lgan krossovkalarimiz faqat Yunusobod filialimizdan xarid qilsanglar bo'ladi. Ichida bo'lsa o'zini zaryadka qiladigan simlari va yana g'ildiriklarni tashlaganlardan keyin alohida krossovka qiladigan narsalari ham bo'ladi. Bemalol ham krossovka, ham rulik sifatida foydalansanglar bo'ladi. Faqat Yunusobod filialimizda ushbu krossovkalarimizdan sotuvda va narxlari videoni oxirida aytaman. Bolajonlarimiz uchun ham o'yin, ham harakat uchun qulay bo'lgan krossovkalarimizni Yunusobod filialimizdan xarid qilsanglar bo'ladi. Ko'rinishi krossovkaga o'xshaydi, tagida esa 4 ta g'ildiragi bo'ladi. Xohlasanglar u g'ildiraklarni olib tashlab, oddiy krossovka sifatida foydalansanglar ham bo'ladi. Krossovkamiz foydalari bola ko'proq harakat qiladi. Muvozanat va koordinatsiya rivojlanadi. Telefon va planshetdan ancha chalg'iydi va ko'chada o'ynashga qiziqish oshadi. 28 dan 32 gacha razmeri 260 ming, 33 dan 38 gacha 280 ming so'mdan.